hozir bizga qaragan omadli ofitsiantga shunchaki 10 million so'm beraveraman. Undan oldin bo'lsa ofitsiantlarga har xil pulli shartlar beramiz va shunchaki choy puliga 3 million so'm, 2 million so'm, 1 million so'm, 500 ming, 100 ming so'm qoldirib ketaman va reaksiyaligini ko'rib chiqamiz. Oddiy suv zakas qilib, 1000 so'm qoldirib ketamiz. Assalomu alaykum. Aka bizga ikkita suv qilib tura olamiz ham. Ming so'mli tangaga kutilganidek hech qanaqa reaksiya bo'lmadi. Endi ko'paytirib boraveramiz. Biznesdan gapiring. Biznesda tinch. Shunaqa mijozlarga javob berdinglar? Assalomu alaykum. Biz shundoq gaplashmoqchi edik-da. Teginga suv olib bersangiz zo'r bo'lardi. Xo'p, ovqatga kiyanaman. Da просто stakan suv. Pul ko'p, lekin ovqatga yo'q-da shu. Ovqatga yetmayapti. Yetadi, olgimiz kelmaydi. O'zimizga bo'lsin deymiz. Da. O'zimizga qolsin pul. U kecha hali bo'lmadi, bor-ku 100 million. Qalam berishmadimi? Yo'q, o'tib ketdi. Bizga qaror olasiz. Rahmat, muloqotimiz mazmunli bo'ldi. Yo'q. Просто rozi bo'ling. Rahmat. Yetmaganingiz uchun. Qorni ochib ketdi-yu, suvda salfetka ketardi-da hozir. Voy, salfetkani to'rttasini qiladigan joy bo'laman. Ketdi. Ketdi, salfetkani yeymiz. Assalomu alaykum. Bizga mana shu joy salfetkasi yoqadi-da. Shunga hozir ikkita tarelkaga ikkita salfetka qo'yib bera olasizmi? Yeb ko'rganmisiz o'zi hech? Yo'q, hali maqtadingiz-ku qani? Mana shu joy salfetkasi uncha joylardan ancha aqlli. So'rasam? Da, 2 kishi. Ma'qul deyman aka. Bunisi lekin ideyada yo'qdi. Lekin rostdan ham salfetkani umuman tushirib yuborishmanda niyatam, planim hech nima yo'q edi. Ming bor uzr bu. Xullas, aka bu joydan uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Обязательно pulni ham to'laymiz. Bari videoni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Salfetka yetuvdi-da. Nech pul o'zi salfetka hozir? Salfetka tekin bo'ladi. To'xtang. Hozir hisob kitobini qilib olaylik. Mana aka. Salfetkaga hozircha bu. Bizga yana bittadan salfetka olib bering. O'zingiz. Mana bu просто чаевой hozir. Mana buni ham hozir to'lovini qilib olaylik. 1 2 3 4 5 6 7. Чаевой bu. Keyin hisob kitob qilamiz. So'maga qarang. Uydagilarga ham shuni saboy qilib bera olasizmi? Ketkani? Da, ikkitadan. Shishadan degan hozir. Qorin so'ymadim? Yordamini bering. Kesilishini bilasizmi? Nima shart kesadi? Boshida sal sho'rga o'xshadi. Ma'qul deyman lekin. Osh yegandek. Voy, 1 million deb hisobladim. Ismi. Qaror, mana shularni ham sal tiqilib qoldim. Salfetka. Buni ham sразу hisob kitobini qilib olaylik. Bu sizga choy puli, pul hisob qo'yasiz. Uydagilar ham mazza qilishadi salfetga. Boshqa ofitsiantlarga beramiz. Assalomu alaykum. Bizning sizga bitta missiyamiz bor. Bo'ladi. Agar 99 sekund ichida 7 ta qoshiq, 3 ta vilka, 2 ta yarim stakanga suv, yarim ta non olib kelib beradigan bo'lsangiz, 500 ming so'm beramiz. Vaqtingiz ketdi. Jon menga qo'ng'iroq qilish kerak edi. Nimaga? Shirkatga o'tmoqchi. Qo'qon olib keladimi?
Wow. Realmi? Keyingi ofisant uchun. Omadlisi bo'lsin. Voy, qorin yomon ochdi-yu. Bill Gatesga telefon qiling, nima kelmayapti bu? Alo. Nima? Bo'pti. Kelmas ekan. Voy, qanaqa parashnyak bola bu? Turing o'zimiz yeymiz. Pul yo'q? Qolgan qutgan ovqatlarni so'raymiz, beradi. Beradimikan? Mani hamma taniydi, yuring beradi. Amerikadagi investorlarimizga qanaqa javob berdingiz? Javob bermadim. Ular menga javob bersin. Shutsiz yangi olgan shirkatimiz bor-ku. O'tib ketib. Qarang, bizga boshqalardan qolib ketgan ovqatni olib kelib bera olasizmi? Non, choy bo'lsa ham bo'ladi. Endi baribir tashlab olasizlar-ku. Rahmat. Kecha shu siz xotinim Ba'lu boqiylu deydi. Ba'lu-a? Ikkita akula tashab qo'ydim. Siz o'rningizda bo'lganda kitib bergan bo'lardim. What? Bratan. Oka qoshuv bilan yeyishga nimada topilmaydimi? Qo'shib bering. Zo'r bo'ladi. Umuman stoldinglar ketdi-yu. O'shalardan qolgan osh bo'lsa agar. O'zi pulimiz ko'p. Joyi bilan sotib olaman. Просто hozir shunaqa vaqtda, tushunasizmi? Hozir shunaqa vaqt. Endi biznesda o'zingiz ham bilasiz. Tepaga Pastgach. O'nlagan osh eta olayman. Просто vol bo'lmasin deyman-da. Pul bor, pul. Nariga kasdim bundan. boyligimizga ko'z tegmasin. Oling nonni. Svejiy ekan. Oshdancha qanaqadir? Degan odamni ta'miga ot. Laba? Lab ta'mi qanaqadir? Qolib ketgan ovqatga o'xshaydi. Bu narsa qolib ketgan narsa bormi? Oshmi? Mana qanaqa osh? Choyxona. Choyxona o'sha oshni bera olasizmi? Choyxona. O'sha oshni biz yesak bo'ladi. To'y oshi olib kelishibdi-da. Nima olib beradi? Shu oshni yeylik. Shu oshni biz yeb qo'ysak bo'ladimi? Umuman ikkita tuxumich. Boshqa olib bersin. Yo'q, rahmat. Oga rahmat. Biznes uchrashuvimiz maromada o'tdi. Xizmatingizga rozi bo'lasiz. Kerak. Yo'q, olib qo'ymaysiz bo'lmaydi. Yana bitta qaror olasizmi? Yana qo'shib olib kelib berdingiz-ku. Umumiy 1 million qila qolaylik. 1 million. Bu yoqda hozir biza katta investitsiyalar haqida kelishib oldik-da, siz oshingiz yordam berdi. Rahmat, sog' bo'ling. Xullas, hozir bekitib olganimizda ofitsiantingiz yana ham yaxshiroq ko'rinish uchun aytinglar, mana shunaqa ochki oldik, syomka qilish uchun. Hozir endi yuzlar bilan reaksiyasini ko'ramiz, ketdi. Assalomu alaykum. Bitta oddiy choy berasizmi? Qurigan Ko'k. Menga qaragan bolaga pulni qaytarib berib, oldindan g'alati his qilyapman. Qani bilmadim qanaqa reaksiya bo'lar ekan. Okay, ko'ramiz. Rahmat.
Tak. Pulim ko'pligidan qaysi birini chiqarishni bilmayapman. Aman bir atrofimdagi odamlar menga qarab turibdi-da, arvoh bilan gaplashyaptim deb o'ylashyapti, lekin va kameraga gapirayotganimni ko'rishmayapti. Okey? Mana, rahmat. Bu 20 ming, bu sizga bir. Chevoy. Rahmat, sog' bo'ling. Pulni berishga berdim. Rahmat aka deb oldilar. Endi jinoyat qilish vaqti keldi. Hozir yana 50 ming so'm qo'shib beraman. Lekin buning uchun hozir akaga borib bitta gap aytaman. Yel ketaman borib. Zo'r. Okey. Parkovka ham pulli ekanda. O'shanga hozir ham pulimni berardim. O'shanga 50 mingni qaytarib bera olasizmi? Bo'ldi. Zo'r aka. Yo'q, anaqa zo'r. Qaytarib bergan ishim bilan sizga yana pul qo'shib bermoqchiman. Bo'ldi. Okey. Xotinim uyga 2 kilo baqlajon olib kirmasam kirgizmas ekanda. O'shanga qaytarib bera olasizmi? Da, okey, beraman. Marhamat aka. Xo'p, aka, rahmat. Ikkinchi, mana buni ushlab turing. Ushlab turing. Mashina, hozir mashina anaqa qaytarib bergan ish uchun sizga 500 ming qaytarmoqchi edim, aka. Yo'q, aka. Yo'q, Rahmat bo'ldi. Mana mashina olib qo'ying. Mashina olib qo'ying, bo'ldi. Rahmat katta. Rahmat. To'xta. Agar buni ham hozir qaytib so'rasam, buni ham qaytarib berarmidingiz? Da, aka, beraman. Bering. O'zingizda hal. Men. Ushlab turing. Yo'q, aka, ushlab turing, ushlab turing. Shart emas, aka. Keling, ushlab turing. Hozir. Chiqaraymi? Mana bo'lsa, 500 ming. Rahmat kattakon. Okey, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Agar buni ham hozir so'rasam qaytarib berarmidingiz? Aka, bo'ldi. Yo'q, o'zi buni ham qaytarib berardingiz yo'q? Yo'q, chinildan beraman, lekin hozir invoice qilishim. Yo'q, bo'ldi. Bo'lmasa qaytarib bering. Bo'ldi, okey, sog' bo'ling. Okey, uzr. Shunday mashina shat. Uzrlik. Hozir. Buni ham qaytarib berardingiz-a? Okey, bo'ldi. Shuning uchun mana. Okey. 2 million. Prost. Prost olib ko'rasiz. Okey, bo'ldi. Mana. Okey? Qanaqa? Qayta olsam bo'ladi. Shuni ham. Da, okey, beraman. Qayta olaman. Okey. Faqat xafa bo'lmaysiz, okey? Yo'q, beraman. Xafa bo'lmaysiz, okey. Rahmat. Sog' bo'ling. Okey. Uzr. Mashina ushlab turing. Mashina ushlab turing. Yetsa kerak, xafa bo'lmaysiz, 2 million. Yo'q, okey. Bo'ldi. Qaytarib Yo'q. o'tsam bo'ladi. Mayli, okey. Rahmat. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xullas, hozir 3 million berishimiz kerak. Da endi o'yin qilib beramiz. Nima qilamiz? Qarang, hozir menga mana pulni bering. Mana bu 1 million menga, qolgan 1,5 million siz berasiz. Qarang, hozir yuring, hozir tushuntiraman. Yuring. Mana bu suvli sharni qaranglar, hozir ish qilib ichimda yorilmasa bo'ldi. Rahmat aka. Nima o'tibku? Sal yaqinroq keling. Mana shu qog'ozni mana akaga boshladik oting, 500 ming beraman. Prost oting. Ya g'alati emas, bitta deysiz. Sizga bo'ldi. Tuman, nima qilasiz? Okey, menga qarang. Menga qarang. Nimasi bu? Tushunmadim, okey? Siz otdingizmi? Yo'q, olmadim. Boshiga poylaysiz 1 million sizga. Prosta boshlariga poylang 1 million sizga. Okey. Va shu ot kirib ketishadi. O'sha otdadimi? Yo'q, mani pastni bo'yli otdi. Pulim va shu ko'p mana. 1,5 million sizga. Boshida yod bering. Bo'ldi. Boshi qo'l bo'lsa. Kelarda bilan chalab bormiz. Va mazza. Mana aka. Rahmat kattaga. Charchamang. Missiya bajarildi. Bejizga bu joyga olib kelganim yo'q sizni. Bugun biz katta biznes haqida gaplashamiz. Investitsiyaga qancha pulingiz bor? 5 ming so'm. No nahir. Assalomu alaykum. Somsa nimali? Go'shtli, kartoshka, tovuq sirli. Bitta tovuq sirli menga, sizgacha. Tak, menga ham o'sha tovuq sirli va kartoshkali. O'zimiz skromniy ovqat yeb qo'yamiz. Shu siz lavina biznes ochdim. Shuning uchun somsa yeyamizmi? Pulimiz yetgancha. Endi shu shaqillashiga qiziqaman-da. Ketadimi? Somsa bilan vashi.
Xullas, hozir bizning missiyamiz okani chaqirib olish, bu yoqda menimcha o'ziga o'zi xizmat. Bir nimani bahona qilib chaqirib olamiz. Shunaqa qadag'ada olasizmi? Negadir aynan shu amakiga kelganda men hayajonlanishdan to'xta olmadim. Bir ikkita savolimiz bor edi. O'zingizniki o'zingiz ochganmisiz? Somsalarni ham o'zingiz qilasiz. Gap yo'q lekin. Bitta odam misol uchun kelganda chiviga qoldiradimi o'zi bu yoqda? Bizada o'ziga xizmat. Sizga atalib, buni xohlaganishingiz ishlatishingiz mumkin. Shunchaki 1 million sizga qoldirib ketmoqchiman. O'zim bunda mana hadiyani olaman. O'ta duo qilaman. Nima o'ylagan bo'lsa niyatlaring erishlari. Oqibatlaring yoqolmasin. Agar men berilsan, Allohim senga minini bersin. Rahmat aytganingiz. Rahmat. Bugun faqat 1 million emas, O'zim ishlataman siz, sizga bermoqchimisizmi? Odam ziyoratga qoldirayim deb adasi o'g'lingizda sayohatga Antaliyga ketdi-da. Xotin ularni topayotgan o'zining anaqasi. Bor ko'rsin, Xudo o'zi nasib qilsa, nasib qilsa. Bundan zo'r joylarga boramiz. hammasi. Anaqa bilan yetishmab sabada. Inshaalloh omad bilan anaqa deb. Agar bizga va'da bersangiz, sayohatga ishlataman deb, hammasini sizga bermoqchiman. O'ylaydigan joyi yo'q-ku. Ayolimni qo'liga buni bersam, shunchalik xursand bo'ladiki, borib. Bo'ldi. Men xursandman. Topganlaringga baraka bersin. Nimaga bu undan ziyoda bersin? Rahmat, rahmat. Yomon hayajonlanib ketdilar. Mana yomon hayajonlantirdilar. Sonsa necha bo'ldi? Shunaqa gaplar do'stlar. Mafiyamiz qo'lidan hamma narsa keladi. Video yoqqan bo'lsa, shuncha harakatimiz uchun like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Xayr.